Mahkam va Mo'atar tamomlaman. Rahim School maktabining boshlang'ich ta'lim o'qituvchisiman. Toshkent davlat pedagogika universitetining magistr bosqichini yakunlaganman. Boshlang'ich ta'lim va tarbiya yo'nalishi bo'yicha 26 yillik ish tajribaga ega pedagogman. Turli xil metodlardan foydalanamiz. Ayniqsa 1-sinfda rangli interaktiv doskalarimiz bor. Turli xil guruhlardagi o'yinlar bilan, chiroyli rasmlar bilan va eng bolalarga yoqadigani ular bilan ustoz va o'qituvchi, ya'ni o'rnimiz almashgan holda atay qilingan xatoliklarni topishga juda ham esda qoladi bu. Xunuk yozganimda shu orqali bolani mani xatolarimda o'zini xatolarini to'g'rilashga imkoniyat beraman. Hozirgi yosh ota-onalarga eng kerakli deb bilgan tavsiyam shundan iboratki, hozirgi zamon yosh ota-onalarimiz boladan juda ham ko'p narsani talab qilishadi. Mani maslahatim, baribir bola Suxamlinskiy pedagog, buyuk pedagogning gapiga inobatga olsak, ular aytadilarki, bolani rivojlanishda o'z bosqichlari bor. Shunday ota-onalar borki, hali u bosqichga yetib kelmasdan bolada o'sha narsani talab qilishadi. Bu esa bola o'rganadi, lekin keyinchalik o'zini ko'rsatadi. Ya'ni bola o'qishga nisbatan o'zida qiziqishni yo'qotib qo'yadi. O'qishni yomon ko'radi. Shuning uchun shoshirmasdan, bosqichma-bosqich o'zini yoshiga nisbatan yoshiga mos bilimni berish kerak deb bilaman.